Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. 2026-yil mening yilim bo'lishi kerak. Aynan shu yili kamarni qo'lga kiritaman. Arman Sarukyan. UFC jangchisi Arman Sarukyan ijtimoiy tarmoqlarda o'tgan yil yakunlariga bag'ishlangan videoni e'lon qildi. Bu yilning yakunlarini aytmoqchiman. Umuman olganda, yil ancha yaxshi o'tdi. Garchi boshi og'ir kechgan bo'lsa ham. Yanvar oyida jarohat oldim va jang qila olmadim. Keyin reabilitatsiyadan o'tdim. Zaxira jangchisi sifatida chiqdim. 3-4 ta jang o'tkazdim. Hukerni mag'lub etdim va kuni kecha Shara bilan kurashdim. Afsuski, qoidalar faqat Submission edi. Lekin bori shu, umuman olganda yomon yil emas. Ammo 2026-yil mening yilim bo'lishi kerak. Aynan shu yili kamarni qo'lga kiritaman deb aytib o'tgan Arman Sarukyan. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Arman Sarukyan haqiqatan ham yengil vazn toifasidagi kamarni qo'lga kirita oladimi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, kuni kecha hamyurtimiz o'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyev janglarga qaytayotganligiga ishora qilgandi. U o'zining Instagram sahifasiga 3 oydan keyin men jang qilaman, ya'ni 3-oyda mening birinchi jangim bo'lib o'tadi. Bu yil kamida 3 ta jang o'tkazmoqchiman deganda. Bugun esa hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyevning Israel Adesanyaga qarshi jang o'tkazishi mumkin. Sobiq UFC chempioni Israel Adesanya hamda hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev ishtirokidagi jang ustida muzokara boshlangani aytilmoqda. Faqat jang UFC oktagonida emas, so'nggi paytlarda ommalashayotgan grappling kurashi bo'yicha tashkil etiladi. Bu jang Qozog'istonning Alash Pride promotioni tomonidan o'tkazilishi mumkin. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, 32 yoshli Nursulton Ro'ziboyev MMA'da 36 ta g'alaba va 9 ta mag'lubiyat va 2 ta durang qayd etgan. 36 yashar Adesanya esa faoliyati davomida 24 ta g'alaba va 5 ta mag'lubiyatga ega. Nursulton 2 ta g'alabali seriya, Israel aksincha 3 ta mag'lubiyatli seriya bilan kelmoqda. 2025-yilning fevral oyida Adesanya 2-raundda texnik nokaut evaziga Nasruddin Imovovga imkoniyatni boy berib, ketma-ket 3-mag'lubiyatni qabul qilib olganda. Ayni paytda u tashkilotning o'rta vazn reytingida 6-o'rinni egallab turibdi. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Israel Adesanya va hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev o'rtasidagi jang tashkillashtiriladigan bo'lsa, aynan siz ushbu jangda kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev yoki Israel Adesanya? Qadrli do'stlar, albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qolding va hamyurtimiz UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyevga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Nursulton Ro'ziboyev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Erkabulan, Qadasan, Kamil, Qadasan ekaling. Men vizit tashayapman, chiq. Senlarni oktagon ichida yeb tashayman. Go'shingni bitta maydalab tashayman ekaling. Eshitib ol. O'zbeklik she'rini ko'rsatib qo'yaman senlarga, eshitishib ol. Ikkalingga perchatkami, bez perchatkami menga qiziq emas. Menga po'xu. Eshitdingmi? Qachon qo'rqaman, yerga kirganimda qo'rqaman. Ungacha liboydan qo'rqmayman. Liboy vizit tashasin, qabul qilaman. Men haliga eni chiqayotgan bayislarni solishmayman. O'ziga dasturli bayislarni solish. Davay. Akalarim, qadrlisa qilib repost, like, bomba qilib tashlaylar. Metga qilib qo'yinglar ikkalasini. Kamil karatedi, Erkabulanni. Metga qilinglar. Men liboy o'rayman, tayyorman. Kim menga ishonsa, like, repost, bomba qilib, kommentni bomba qilib tashlanglar. Cho'chimanglar, men sizlarni uyaltirib qo'ymayman inshaalloh, Xudo xohlasa. Allohim kuch-quvvat beryapti. Men liboy o'rayman, tayyorman. Qadrli do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.